Yupanivoro shakar. Aytaman nega bu boshqacha deb. Qashiq qoqib qo'ygandan bilsa bu voy. Ne oldu hazır? Bu. Bakın ben. Assalomu alaykum. O'ta sen nimaga menga tegyapsan? Sen nimaga menga tegyapsan? O'ldirib qo'ydim. Mayli. Hozir menga bu qiziq emas. Menga bu meni kiyimim ag'darilib ketgan. Bu nima bo'ldi? Shuncha pulim ha? Shuncha pulim kuyib ketdi. Kiyimim avariyaga uchradi. Hali yonyapti. Naqur o'lsam bo'lmasmidi? Yotoqxonani olib ketaman. Yashashga joy qidirib ko'raychi. Balkim bir tirik jonzotlar topib qolar demoqchi edim. O'zi topdimman. Xudoga shukr, qishloqning yanida paydo bo'ldi demoqchi edi. Hozir yordam chaqirib kelaman. Assalomu alaykum. Bu nima? Odamlar qamab xo'rlashadimi bu yerda? To'xtachi. Qamalib qolmayman. Qamalib qolsam kallam bolaga qolib o'tiradi, chiqolmay. Mana bu uy lekin normal necha ekan. Shu uyni sotib olmasam men itman bugundan boshlab. Koting oyog'im seni bor-ku, qo'rqib ketdim-ku kallanga oyog'im. Sitora yurigiga xush kelibsan, birotta iska. Men shuni yetarsam o'ladi. Insh. Kanalga obuna bo'lib xillas. Akalar, assalomu alaykum. Oborgan negerlar ko'p. Afrikaga kelib qoldimmi men? Taxtmi shunda? Oborgan negerlarmi? Musha deydi-ku. Bu uymi bu? Cho'kkan o'xshaydi, cho'kib ketgan o'xshaydi. Assalomu alaykum. Bu uy nima bu? Sen kimsan sen? Yaqinda ko'chib keldingmi? Aytgancha menga yordam kerak edi. Anetda qotishini. Meni kiyimimni antib xullas bo'lib qoldi. Chindan o'zi ham avariya bo'lgan o'xshaydi. Ha. Xullas hozir. Onangni nimaga? Anetda bir kun sen bor ekansan. Men haqim bo'laman. Chunki meni oshyapti. Oldimdan qoch. Seni o'ldirish kerak. Musha. Uymi bu? Nima bu balobatda it? Oka, siz kichkina bolamagan deb o'ylagandim. Shunga chiqib bo'ladimi? Qamillamay tur. Menga qarama, men o'zi yarim yo'g'ib ketgan. Mayli. Yura olmasizda bir joyda turasiz. Xullas. Bu gap. Menimcha anetda bir
Sandiq ko'rganim ochib ko'raychi. Pul ham yo'q, ichida bor edi yana. Bu nima bu? Hozir olmasam o'lib qolaman men. Cho'ta qopqonga tushmadim. Mayli, olaveraychi. Bu uyni sotib olaman men. Kimning ko'timdan oqgancha. Bo'lsa-da, qurgan bo'lsa-da, men sotuv nimaga kirdim o'zi. Kirmasam bo'lar ekan. Yo-mayo. Yo-mayo, chiqib ketaveraman men. Sekin yana chiqib ketaman. Qorning ham shu paytda ochib qoladimi? Kating oyog'im. Menga bitta narsa keldi. Podam keladigan narsa. Ishqilib shu narsani tushundingizmi? Bu qishloqda P degan narsa. Hamma narsani o'g'irlab ketaveraman. Nima qila olasizlar? Samantuni hech nima qila olmaysizlar. Как раз verstaga bor uy. Mana verstagim kerak. Tiq og'zingga hammasini. Qani ketdi u. Endi egasini topish kerak. Yo-mayo. Ikkita bitta qiz, bitta o'g'ilni nima qiladi? Sen bir chetda nima qilyapsan? Hey! Bir chetda nima qilyapsan sen? Uyat bo'lmaydimi? Uzr aka. Uzr. Katta xato qilib qo'ydim. Shu yerda ana yerda yashaydigan odam bormi? Uy bor-ku shu yerda. Ha, bor, mana men so'rab topman. Yordam berib keyin so'raysan. Okey. Bu zaryad bo'lmadi. Chiqing aka, brat, chiqing. Chiqing brat, men qiziga qaramang bunga, uyat bo'ladi-yu. Bunga ham qaramang. Chiqing brat deyapman. Chiqing, odammisiz? Ana, endi gapirsam bo'ladimi? Yeb buni. Ikki tuxum. O'ldingmi? Yo'q, o'lmadim. Ey, bana ikki tuxum. Chiq. O'ldim. Yana spam bo'ladi, qani. Menimcha boshqacha sanada spam bo'ladi. Uzr, bezovta qildim. Buzib qo'ydim men romantikani. Hamali yarim odam bilan kim ham gaplashar edi. Yo, bana shakar. Nima edi bu? Ko'chalar. Qani u endi, qani u? Ya buni olmayman. Ana yashaydigan odam bor-ku, ana uyda yashaydigan. Shu odam sizmisiz? Ha, albatta, men hozirga seni o'ldirib qo'ydim. Xullas. Baxki seni o'ldiraman seni. Sen bor-ku, ismini buzyapsan bor-ku. Baxki. Hannangni ham ko'r. Senga deyapman baxki. Chetga o't. Chetga o't deyapman. Uyingni sotasanmi yoki yo'q? Shu savolimga javob ber. Ha, sotaman lekin. Nechta olmasga? 3 ta. Okey. Shu gapimni tashlab ketaman. Uy meniki. Qaytib kelmay uyga. Yappan shakar. Uçurlarımı mana senga. Poq. Okey, hayron qolma. Men ketdim. Uyimga. Shu paytda men uyimga yugurayotgan edim. Jugur. Ertaga uydan aylab chiqaman. Men hozir uxlashim kerak. Otam ham otdi.
Ustundagini olib qo'ysam ham bo'ladi endi. Buni esa bu yoqqa qo'yaman. Men o'zi boyib ketdim, bratchilar. Ya'ni sizlar uchun men sizlarga brat. Bu yerda qanaqadan keldi bilmadim. Bitta hech nima qurumsoq ekan bu odam. Oh my god, bu nima YouTube bu? Yo'qani shakar, shu uchun qimmat sotgan ekanda. Men ochlikda o'lmayman bu. Yetti pushtim ketadi ovqat. To'ydim o'zi. Pastki qavatni ko'rib chiqaychi. Aylanib qiziqishga. Voy, lekin dekoratlar yomon yoryapti. Mana bolalar qaranglar. Voy, yomon yasab qo'yibdi, miyasi yomon ishlaydi ekan bu odamni. Yemishmi? Menimcha bu Menimcha bu kaktus. Okey. Sandiqda qorumsoqdagi hech nima yo'q. Almazligimni solib qo'ying. Bitta yeb ichar. Mana bu rasmni ko'rmoqchi edim. Bu yerda qaranglar. Qaranglar. Uy. Yo'q. Yupani voro shakar. Aytaman, nega bu boshqacha deb. Qachon qo'yib qo'ygandim bilsa bu. Hozir men yuragim xurujib qoladi valla. Boshqasini ham oltin narsalar chiqsa, yuragim xurujib o'zi o'ldim men. O'lamanmi? O'zim cho'ktirib o'ltiraydi. Qancha yo'q ko'rish. Yo, men o'laman, o'zim balikni tashiyman, yo'q, bantikdan tashiyman. Bana shakar. Bu narsani tushimda ko'raman deb o'ylagandim. Men o'ldim bugun do'stlar, bugundan. Yo'q, men nima qilaman endi? Aka bo'ldi. Hozirgina ko'rdingizmi nimaligini? Kuchaytirsa bo'lar ekan. Kuchaytiraydi o'zim kelmadi. Chiqoq qashin qamadi. Yo'pani shakar. Boshqasini olib ko'raychi. Nega qo'yapti endi bu? Yo'q, Zato boyman endi men. Bu boyliklarni. Buni faqat tushimizda ko'ramiz bolalar biza. Ha. Hozir. Sizlar bilan menina Grail MC bo'ldi do'stlar. Ha, bu qiziqarli va normalniy video bo'ladi degan umiddaman. Kanaliga like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz va sizlar bilan yana Grail yana bir bora. Xayr, birinchi qism tugadi.